Assalomu alaykum barchaga. Keyingi kasalligimiz o'tkir gipertonik ensefalopatiya. O'tkir gipertonik ensefalopatiya asosan arterial qon bosimining keskin ko'tarilishi natijasida bosh me'da qonalanishining o'tkir defis buzilishi bilan namoyon bo'luvchi klinik sindromdir. O'tkir gipertonik ensefalopatiya tranzitor ishemik ataka va miya insultlari kabi o'tkir serebrovaskulyar kasalliklar sirasiga kiradi. Hop, o'tkir gipertonik ensefalopatiyani yuzaga keltiruvchi sabablarini ko'rib chiqamiz. Bunda asosan yuzaga keltiruvchi asosiy omil arterial qon bosimining tez va keskin ko'tarilishi hamda uning bir necha soat mobaynida yuqori ko'rsatkichlarda saqlanib turishidir. O'tkir gipertonik ensefalopatiya asosan arterial qon bosimining 250-130 mm ustunda va undan yuqoriga ko'tarilganda paytlarda paydo bo'ladi. O'tkir gipertonik ensefalopatiyaning dastlabki bosqichlarida arterial qon bosimining oshishi kichik kalibrdagi arteriyalarning qisqarishiga olib keladi. Buning natijasida bosh miya avtoregulyatsiyasi biroz saqlanib turadi. Keyinchalik esa intravaskulyar bosimga bardosh bera olmay arteriyalar paretik tarzda kengaya boshlaydi va miya avtoregulyatsiyasi izdan chiqadi. Birinchi navbatda miya po'stlog'ini qon bilan ta'minlovchi kichik kalibrdagi tomirlarda qon aylanishi buziladi. Gipoksiya va ishemaga o'ta sezgir bo'lgan po'stloq hujayralari bunga darrov javob qaytaradi. Ya'ni delirios holati yuzaga keladi. Saqlanib turgan intravaskulyar gipertenziya sababli bosh miyada qon aylanishining buzilishi davom etaveradi. Passiv kengaygan va cho'zilgan tomirlardan qonning suyuq qismi miya to'qimasiga sizib o'ta boshlaydi. Buning natijasida defus tarzda miya shishi va bukishi rivojlanadi. O'tkir gipertonik ensefalopatiyada kuzatiladigan miya shishi va bukish vazogen tishining yaqqol ifodasi, ya'ni namoyandasi hisoblanadi. Miyada metabolik va neurodinamik jarayonlar izdan chiqadi. Bemor hushini yo'qota boshlaydi. O'tkir gipertonik ensefalopatiyada qon tomir devorlari va uning atrofida struktur o'zgarishlar rivojlanib boradi. Bular fibrinoid nekroz, pervaskulyar ensefalopatiya, aksonopatiyalar yuzaga kela boshlaydi. Klinikasiga yuzaga keladigan bo'lsak, klinikasida kasallik zo'rayib boruvchi kuchli bosh og'riq, bosh aylanishi, ko'ngil aynishi va gohida qusish bilan namoyon bo'ladi. Bu paytda muvozanat va koordinatsiya ham buziladi. Ko'z oldi fotopsiyalar paydo bo'ladi. O'tkir gipertonik retinopatiya va po'stloqdagi ko'rim markazlari ishemiyasi sababli to'satdan ko'rish ham pasayib ketishi mumkin. O'tkir arterial gipertenziyada to'satdan ko'rmay qolish shu bilan bog'liq bo'ladi. O'tkir gipertonik ensefalopatiya ba'zan tonik-klonik xurujlar bilan boshlanadi. O'tkir gipertonik ensefalopatiyaning hushning turli darajada va ko'rinishda buzilishlari kuzatiladi. Ular deliriya, psixomotor qo'zg'alishlar yoki somnolit holatlar ko'rinishida namoyon bo'ladi. Ba'zida kasallik chuqur koma bilan boshlanadi. Xuddi gemorragik insultni eslatadi. Hushning qay darajada buzilishi miya shishining qanday tezlikda shakllanishiga bog'liq. Demak, o'tkir gipertonik ensefalopatiyaning umumiy cerebral simptomlari bilan boshlanadi. Xo'p, bunda asosan o'choqli nevrologik simptomlar, gemoparez, gemoanesteziya xos emas. Mabodo agar yuqori arterial qon bosimi fonida o'choqli simptomlar paydo bo'lganda ham bu ya'ni o'tkir gipertonik ensefalopatiya emas, balki cerebral insultning bir turi bo'ladi. Chunki o'tkir gipertonik ensefalopatiyaning umumiy cerebral simptomlari bilan boshlanadi va tezda orqaga qaytadi yoki cerebral insultga o'tishi mumkin agar yordam ko'rsatilmasa. Xo'p, keyingisi davolashga keladigan bo'lsak, davolashda asosan arterial qon bosimini tushirish, miya shishi va bukishni bartaraf etishga qaratilgan asosiy chora-tadbirlar olib boriladi. Bunda tez ta'sir qiluvchi antigipertensiv dorilar ishlatiladi. Arterial qon bosimini keskin tushirib yubormaslik kerak. Bu o'ta xavfli hisoblanadi. Ya'ni aks holda agar arterial qon bosimini tezda tushirib yuborilsa, miyada qon aylanishining avtoregulyatsiyasi izdan chiqib, o'tkir ishemik insult rivojlanadi yoki o'tkir kardiovaskulyar buzilishlar yuzaga kelishi mumkin. Dastlab arterial qon bosimini
ya'ni sistalik va diastalik bosimda 20-25% ga tushiriladi. Ya'ni 230-130 holatlarda esa birinchi o'rinda, ya'ni 20-30% tushirishdan 190, 180 yoki 200 ga tushirib, sekin-sekin etap davomida soatiga davomida tushirib boriladi. Unda ham dastlabki robotchi donligiga qaytarilmaydi, ya'ni 120, 180 ga qaytarilmaydi. Undan yuqoriroq 140 yoki 150 holatda ushlab turiladi. Bundan asosan keyinroq esa 20-25% tushirgandan keyin 10-15% gacha arterial qon bosimi tushiriladi. Arterial qon bosim bemorning ishchi bosimi darajasigacha tushirilmasi kerak. Ya'ni bu ko'rsatkichlar ishchi bosimdan 20-25 yuqoriroq bo'lishi kerak. Aytganimdek 140, 145, 150 atrofida ishchi bosimda ushlab turish kerak. Arterial qon bosimini bir necha daqiqa ichida ta'sir qiladigan antigipertenziv dorilar yordamida tushiriladi. Bundan so'ng nitrofuransid natriydan foydalanish mumkin. Nitrofuransid natriy 1 daqiqada 0.3-0.6 mg taqsim kilogramm tezlikda venaga tomchilab yuboriladi. Agar bemor, ya'ni kilogramga qarab 80 kilogramm bo'lsa, 1 daqiqa ichida yuboriladigan nitrofuransid natriyning dozasi 24-48 mg taqsim kilogramm tashkil etadi. Xo'p, arterial qon bosimini tushirish uchun parenteral yo'l bilan yuboriladigan dorilarni sanab o'taman. Bunda asosan nitrofuransid natriy dozasi, ya'ni 1 kilogramm tana vazniga 0.36 mg taqsim kilogramm tashkil etadi daqiqasiga bu. Yuborish yo'li vena ichiga tomchilab ta'sir etish boshlanish vaqti qilgan zahoti sirasi ta'sir eta boshlaydi. Ya'ni ta'sir etish davomiyligi 1-2 daqiqa davom etadi. Xo'p, enalaprilat 1.25 mg dan vena ichiga tomchilab yuboriladi. Ya'ni ta'sir eta boshlash vaqti 15-30 daqiqada, 6 soat davomida ta'sir eta boshlaydi. Keyingisi gidralazin 10-20 mg dozada vena ichiga tomchilab yuboriladi. 10-20 daqiqada ta'sir eta boshlaydi. Ya'ni 3-8 soat davomida shu maksimal darajaga yetadi. Bundan tashqari esmololol 50-100 mg dan, hop, klonidin, furosemid ham ya'ni 20-30, ya'ni 20-100 mg dan kilogramga olinadi. Vena ichiga yoki mushak ichiga yuboriladi. Ko'proq endi vena ichiga yuborilganda tezroq ta'sir qiladi, lekin sekin yuboriladi. Ta'sir etish boshlanish vaqti 5 daqiqada ta'sir etadi. Xo'p, ta'sir davomiyligi 2 soat. Birinchi, ya'ni aytganimdek, birinchi preparatimiz nitrofuransid natriy hisoblanadi, ya'ni ta'sir etish davomiyligi qilgan zahoti yuzaga keladi va 1-2 daqiqa davomida shu qon bosimini 20-30% ga tushiradi. Boshqa antigipertenziv dorilardan ham foydalanish mumkin. Bundan nimodipin, aytganimdek, klonidin, ganglioblokadatorlar, pentamin, arafnodot foydalanish mumkin. Ya'ni uzoq vaqt ta'sir qiladigan, ya'ni ta'sir davomiyligi 1-2 soatdan keyin boshlanadigan dorilardan bu vaqtda foydalanmaydi. Bu dorilar asosan masalan amlodipin, valadip, har xil sassabli dorilar asosan qon bosimini 24 soat davomida muntazam ushlab turish uchun kerak. Ular keyinchalik, ya'ni kardiolog va neyropatolog nazorati ostida, ya'ni maslahat ostida buyuriladi bemorga. Miya shishini bartaraf etish uchun tez ta'sir qiluvchi diuretik, ya'ni furosemid qo'llaniladi. U arterial qon bosimini ham pasaytirish xususiyatiga ega. Metabolik asidozni bartaraf etish uchun natriy bikarbonat qo'llaniladi. Epileptik hujayralar paydo bo'lsa, venadan relanium qilinadi. Davolash muolajalari samarasi arterial qon bosimining ko'rsatkichlari va klinik simptomlarning orqa chekinishiga qarab baholanadi. Odatda bu natija 1-2 kun ichida erishish mumkin. Arterial, ya'ni o'tkir gipertonik ensefalopatiya uzoq saqlansa, insult rivojlanish xavfi ham ortadi. Misol tariqasida bironta bemorni, bironta odamni qon bosimi birinchi o'rinda masalan birdan sirazi 230 ga ko'tarilmaydi. Xo'p, birinchi 160, 180, 230 undan ham ko'tarilib ketishi mumkin va shu etapda ushlab turilsa, ya'ni shu etapda ko'tarilish davom etsa, bemor hushdan ketishi mumkin. Qattiq bosh og'rig'i bo'ladi.
Ya'ni bunda tezda shifokorga murojaat qilish kerak. Ya'ni birinchi yordamni ko'rsata bilish kerak. Ya'ni birinchi yordam tariqasida ichadigan tabletkalar emas, vena orqali yuqorida aytgandek nitroprussid natriy, furosemid qilsa bo'ladi. Ba'zi hollarda esa shu uy sharoitida magniy sulfat bilan natriy xloridni aralashtirib sekin yuborilgan holatda qilsa bo'ladi. Yana bundan tashqari ham farmadepen degan kapliyamiz bor. Farmadepen kapliya ham ya'ni bemorni taxikardiya, bradikardiyasiga qarab qilinadi. Ya'ni farmadepen taxikardiya chaqiradi. Bunda farmadepen maksimal dozasi 5 kapliyadan bo'ladi. Birinchi 3 kapliya tomizib til ostiga ushlab turiladi. Bu ham 10-20 qon bosimini tushirishga yordam beradi. Undan keyingisi esa agar 3 kapliya ta'sir qilmasa 5 kapliya ko'tariladi. Agar uy sharoitida davolash bu. Bemor shu yotgan holatda turadi, ya'ni boshi biroz ko'tarilib, har xil og'riq qoldiruvchi tabletkalar ichirilmaydi bu holatda. Xo'p, arterial qon bosimi normal holatga kelgandan keyin shu nevropatolog poliklinikadagi yoki kardiolog ko'rigga borib doim ichadigan dorilar va balkim lichinda, balkim statsionar bo'limida yotqizib davolanishi mumkin. Xo'p, azizlar, bugungi mavzumiz tugadi. Keyingi kasalligimiz insult. Ya'ni ishemik insult, gemorak insult, insult kelib chiqish sabablari, davolash choralari, birinchi yordami hammasini aytib o'tamiz. Xayr, salomat bo'linglar.